Assalomu alaykum qadrdonlar, efirda Begums Rashidon. Bugun 14 avgust. Bodringlar terdik. Har kuni ertalab teryapmiz. Kech payt ham teryapmiz. Kecha kech payt terilmagan. Xo'sh, mana 14 920. Yaqin 15 kilo. 2 dona olib ketsa 15 kilodan oshadi. Mana tara 60 gram. Bu mana qopimiz 60 gram ekan. O'g'lim Toshdoshim tarozi deb paketni qo'yib, tortib, minus qilib. Keyin bodringni o'zini tortyapti. Ko'ryapsizlarmi? Buni shu qop bor mana. Qop sumka. Shuni tarasini chiqarib yuborgan. Toza 14 kilo 920 gram ko'rsatyapti. 3-4 ta terib chiqinglar, 15 kilo bo'ladi. Kecha 13 yaqin 13 kilo terilgan. Har kuni terilyapti o'sha 150 deb bodringdan. Kimdir yozibdi, siz bodring tushunmas ekansiz, reklama qilyapsiz xolos deb. Men reklama qilmayman men. U bodringni urug'ini Espero deb qo'shnim olib kelgan, ekkan, menga 200 dona bergan aka, siz ham ekingu boshidan o'rganadi. Endi u ham постоянно olib keladi. Urug'ini pulini beraman men ham. Meni maqsam shuni qiladi u ham. Endi o'sha men tushunmaydigan bo'lsam, hurmatli o'sha zinatoklar, olimlar, har kuni bir tutdan 1 kilo bodring olishni eplasalaring, video qilib tashlaveringlar menga. Har kuni men 1 kilo uzaman bir tutdan. U bodringda reklama emas. Oti boshqasi. Mendan prosta odamlar so'raydi, qaysi bodring qanaqa. Zara ekkanman o'tgan yili. Undan oldingi yili zo'r edi zara ham, dahshat. Buni ham o'shana qilsa bo'lar ekan. Faqat oziqasini berish kerak, vaqtida qarash kerak. Sog' bo'linglar. Ko'ralmaganlar o'zi biladi. Tushunganlar tushundi.